yaxshigina din yo'lida ketayotgandingiz. To'ylarda ham ko'p ko'rib qolyapmiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Men ahli ilm yoki qori emasman. Siz kabi Allohning yerdagi bir quliman. Endi men O'zbekiston Respublikasining fuqarosiman. O'zbekiston meni vatanim. Vatanni sevishim iymondandir. Birinchi o'rinda men kanallarimga video joylayotganimda oxiratimni va bu qo'yayotgan videolarim meni oxiratimga ziyon yetkazib qo'ymaydimi va ko'rayotgan tomoshabinlarning vaqtini o'g'irlab qo'ymaydimi? Shundaysa, keyin ota-onamning sha'ni, aka-uka, opa-singillarim, ahli ayolim, farzandlarimning sha'nini ham o'ylab video joylayman. Ertaga ushbu qo'ygan videolarimni oila davrasida bemalol xotirjam ko'rib o'tira olamanmi degan savolni birinchi o'zimga berib, keyin video joylayman. Endi qo'shiq masalasiga kelsak. Men O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoni ham kerak emas. Xonandalikka da'vogarchiligim ham yo'q. Ko'rdingizmi birorta qo'shiqlarimda belingdan, labingdan, kechagi tun, uyingga borgan edim degan so'zlarni ko'rdingizmi? Vaholanki to'ylarga borishimiz sababi ham to'ylarda qomatini, shakl shamoyillarini reklama qilib, so'zida, nutqida umuman ma'no jihati yo'q, faqat usul musiqaga, raqsga tushib, qomatlarini qilib likanglab, qanaqadir narsalarni qilib, o'zidan prosmotr qilib, xalqimizni, yoshlarimizni miyasini rasvo qilib ketayotgan joyga, tikon ekilayotgan to'yxonalarga kirib, ikki og'iz shirin so'zli, shukurni ado qiluvchi, ota-onani hurmat qiluvchi, farzandlarni, qiz farzandlarni e'tirof qiluvchi qo'shiqlar bilan kirib borsak, bunisi yomonmi? Kirib bir dona ham gul ekib chiqsak, bunisi yomonmi? Maqsadim shu vatanimni kelajak yoshlarini, ongini zaharlayotganlarni yo'lini to'sib, yaxshilik gulini ekish. Endi umrani ham sayohatga aylantirmang degan qo'shiq qo'yganimizni kommentariyasini topolmay qoldim. To'lib yotibdi. Mana ko'ryapsizlar. 5 milliondan oshiq ko'rilgan, kommentariyasini ham ko'rib turibsizlar. Kirib YouTube kanalimga kiringlarda Shavkat Zulxor umrani ham sayohatga aylantirmaydi deb yozinglar, qo'shiq chiqib keladi. Kommentariyasini o'qinglar. 95% haqiqat deb yozgan. Bir inson qaysi qo'shig'imni kommentariyasiga umra masalasiga aralashtirmasdan ham qo'shiq qilsa bo'lar-kan deb yozib bo'ladi. Unga men o'zimdan o'zim aralashmayman. Bundan 2 yil oldin bir beva ayol menga telefon qildi. Shavkat aka, turmush o'rtog'im vafot etgan. O'zim kvartiradaman. Farzandim srochniy operatsiya qilmasak bo'lmaydi, $7,000 kerak. Men telefon qildim. Aka-ukalaringiz yo'qmi? Ha, yo'q, yolg'iz qizman. Eringiz aka-ukalar yo'qmi? Bor. Ular yordam berishdi-ku, hatto uydan ham chiqarib yuborishgan. Biz 3 ta o'g'ilmiz sig'mayapmiz deb chiqarib yuborgan. Keyin hayron bo'ldim. O'lib ketgan jigarini, farzandini o'ylamaydigan, xotinini o'ylamaydigan qiyomatga qanaqa javob beradi degan narsa meni qiynaldi. Bo'ldi, boraman deb bordim. 3 kun o'tib bordim. Borib telefon qilyapman, olmayapti. Jahlim chiqyapti. Shayton ketay, sen kelding deyapti. Farishtalar sabr kutganning ham ajri bor deyapti. Kutdim, keldi. 1000 bor uzrga kechiring. Qanaqasiz? Men sizga ishim ko'p. Men telefon qilganda oling, men ishlarim ko'p, borib video olib ketaman deb keldim desam. Men Toshkent viloyatida bo'layotgan joyda manzilni aytmayman. Mulla akam ayoli bilan umraga ketibdi, borib qo'ymasam gapirishadi dedi. "Iya" dedim. Sizni turmush o'rtog'ingizning akasi xotin bilan umraga ketyaptimi? Ikkalasiga o'sha paytda 1250, 1300 dan. Er-xotin ikkalasiga kamida 2,5 $3000 ketadi. Kelib ehsondan kelganini katta qilib ziyofat qiladi, yo'q $5000 ketadi. O'shani sizga bersa, o'lib ketgan jigarini farzandiga yetim bo'lgan operatsiyasiga bersa, eng ajri shunda emasmi dedim. Desam, qo'limga $100 berib, biz umraga ketyapmiz, duo qilib qo'ying, mana bizning ehsonimizga $100 berdi deyapti. Ko'ryapsizmi? Yetim bola, o'zini jigarini bolasini. Endi umraga ketyapti. Endi o'ylang, o'sha umra afzalmidi yo ukasini bolasi yetim bolani operatsiyada jonini saqlab qolish afzalmidi? Hozir shunaqa riyolar ko'payib ketdi. Men juda ko'pchilikni ehson bo'yicha ichida yuraman, juda ko'pchilikning ichida yuraman. Ichida yurganimdan keyin vaholanki juda ko'p ayollar, ajrashgan ayollar aytadi. Qayna-qaynatam meni ajratib yubordi, farzandlarim 4 ta bolam yetim qolib ketdi, alimentim bermayapti. Vaholanki qayna-qaynatam hozir umrada yuribdi, umraga ketishdi. Menga telefon qilib, "Mendan rozi bo'ling, biz umraga ketyapmiz" deb ketdi. Hayratib borib, qanaqa qilib rozichilik so'rayapsan? Aliment pullarini to'lamasdan. Erim o'rtoqlar bilan umraga ketdi, lekin bolalarini maktabga kiyimi yo'q. Qani adolat? Siz umraga aralashmadingizga. O'shandan keyin men video qildim. Qo'shiq qildim shuni. Kimdir qalbiga yetib borsin deb. Juda ko'pchilik tafakkur qildi.
Bir ikkitasi yozdi ham. Men to'g'risini aytaman, meni Alloh kechirsin. Men haqimda aytilgan qo'shiq ekan deb. Qancha insonlarni tafakkur qilishga chorlaydigan qo'shiqlar qilyapmiz. Bunisi yomonmi? Ha? Bu nimasi yomon? Qo'shiq aytmang, ovoz. Meni ovozimga qiziqmang. Meni qo'shig'imni klipiga, so'z mohiyatiga e'tibor bering. Men ovozimni bastakorlarga borib, zo'r qilib filtrlab bering, cho'tki qilib bering, sun'iy intellektni zo'r qilib bering demayman. Men qanday bo'lsam o'shundayligimcha tozalab bering, bo'ldi. Ertaga to'yga borib aytganimda ham ovozim bir xil chiqsin deyman. Tushunyapsizmi? Men O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoni ham kerak emas. Tushunyapsizmi? Xonandalikka da'vogarligim ham yo'q. Ba'zi bir qo'shtirnoqchilik san'atkorlar, bu ham boshladim, yo'q. Mana jikir qo'shiqlar to'ylarda yugurtirish uchun emas. Odamni qalbini erituvchi qo'shiqlar. Baraka topkurlar. Bir kommentariy yozganingizda meni kanalimga kirib only kuzatib chiqing. Bir qo'shiq jaylayapmanmi, qo'shig'imni only eshiting. Bu nima haqida aytyapti? Baraka topkur. To'ylarda yurganingizni ko'rib qoldik. To'yga borsangiz hozir avratini, shakli shamoyini reklama qilib, so'zida bir ma'no yo'qlar jiping qilib o'ynatib, yoshlarimiz ongini zaharlab kelyapti. To'yxonalarda tikonni ekib yotibdi. Biz 2-3 qo'shig'imiz bilan kirib, bir dona bo'lsa ham gul ekib chiqsak, qancha manfaat kelajagimiz uchun. Menga bir ustozimiz aytgan edi. Hozir hamma internetda tikon ekib yotganda siz gul eking, bir dona bo'lsa ham chekinmang. Buning ajri bor. Sizning bir donagi qo'shig'ingiz, bir dona ibratli roligingiz orqasidan bir inson yaxshi yo'lga, ota-onasini e'tirof qilsa, silay rahmni mahkam ushlasa, bunda qancha ajr bor? Bilyapsizmi? Kommentariy yozayotganingizda meni polni o'rganib chiqing, videolarimni ko'rib chiqing, keyin xulosa qiling. Biz hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Bizning maqsadimiz mana shu vatanni sha'nini himoya qilish va yoshlarning kelajagini yaxshilikka yetaklash. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum.